Assalomu alaykum. Avtobozor kanalining qadrli obunachilar hamda YouTube kuzatuvchilari. Andijon moshina bozorida mana Cobalt qatoriga o'tdik. Xudo xolasa bu yerdan sizlarga Cobaltlarni narx-navolarini yoritib tanishtirmoqchi bo'lib turibmiz. Video avvaldan like, pastga bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa bozordagi Cobaltlarning narx-navolarini sizlarga yoritib o'tishga harakat qilamiz. Birinchi ko'rsatgan moshinamiz 2020 ga 21 deb egalari bizga aytib o'tishyapti. Endi bu qanaqa desanglar, tex pasporti 20 bo'ladi, belgasi 21 bo'ladi. Mana ko'rib baho berasizlar. Xo'p, gazlari propan, pokoleniya, konteyner, ABS degandek mashina. Probeg qancha bo'ldi aka? 150 ming probegda. Mana salonlari, mexanik ikkinchi pozisiya. Kraskasi qanaqa aka buni? Bitta krillo kraska, undan tashqari ikkita petnosi bor. Xo'p, narxi 8,5 so'ralyapti. Hozir biz egalar nomerlarini olamiz, qani. Xo'p, 8,5 kamini qilib berasiz. Nomeringizni ayting. 93lik 440 44 48 a. Qiziqqanlar bo'lsa, egalarga bog'lansalaringiz bo'laveradi. Biz navbatdagilarni ko'ramiz, qani. Mana yana bitta 4-pokoleniya propan gazligi bor ekan, egasi bo'lsa agar ko'rib o'tamiz. Buni sizlardan emasmi? Nech ko'rsak bo'ladimi, yil nechi? 19 avtomatmi? Mexanika 4-pokoleniya propan gaz. Kraskasi qanaqa 19 da aka? Bitta krilloda. Mexanika ikkinchi pozisiya 146 ming yurgan. 19. Puli nech pul aka buni? 19-chilik. 19 puli nech pul aka? 8400 kami bor. Toza deysiz-a? Telefon raqami bering. 93lik 411 1066. Generalni chiqadi, 8400 kami bor, kraska toza, 2019. Kimga qiziq bo'lsa bog'lanaverasiz do'stlar. Albatta e'lon ko'ramiz, balonlar ham yangi ekan. Bunisi 13midagi bu? Bunisi 13-chiligisi. Buni ham yangilik ko'rib o'tamiz, qani. Xo'p, mexanika. Ikkinchi pozisiya. Xo'p, buni so'rab turishibdi. Aka 13 puli nech pul? 13 puli aka 370 ming yurgan ekan. Bunun puli 5600 kam bor. 5600 kam bor. Kraskasi nechta joyda buni aka? Ikkita joyda petno, Ikkita joyda. bitta detal. Bitta detal kraska, ikkita joyda petno. Telefon raqamingizni qaytarib qo'yaylik. 93lik 411 1066. Qiziqqanlar bo'lsa agar bog'lanaverasizlar. Mashina 5600 so'ralyapti, kami bor albatta. Qiziqqanlar telefon qilib kelsalar bo'ladi. Sizdan aka bu? Ko'rsak bo'ladimi, yil nechi buni? Avtomat ekan bu. 24-chiligi mashina 24 ming probegda. Hop, avtomat 4-pozisiya, 4 ta balon yangi ekan. Kraskalari qanaqa? Toza. Top-toza. Narxi nech pul buni? 11 dan cho'k beramiz. 11 ming kami bor. Mana salonlar. Gazi metanmi, propanmi? Metan gaz. Narxi. Bozorda nech pul beryapti aka? 10600. Telefon raqami bering. 93lik 93lik 699 699 2555. Qiziquvchilar bo'lsa agar egalariga telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi. Aka savdingizni bersin. Charchamaylar. Cobaltlar bo'lsa yana ko'ramiz bu yoqda. Mana stalno rangimiz bor ekan. Assalomu alaykum. Aka ko'rsak bo'ladimi, yil necha ekan buni? 24 28 ming yurgan avtomat 4-pozisiya. 24. Yiliga nisbatan kammi aka probeglar?
Bir qo'l minilgan mashinada aka. Propan gazlari bor. O'z mingansiz. Generalni beraverasiz. Bularni beraman. Qayerda mashinasi aka bu? Xo'jaobodga. Xo'jaobodga. Puli nechi pul? Aka 11 ming kam bor. 11 ming kam bor. kelishtirib beraman. Bozorda nechi pul beryapti? Aka 13 ga bermadik. 10300 ga bermadik. 1300 ga. Bugun birinchi bozor mahallada oshna og'ayni. 1300 so'm. Telefon raqam bering. 95 lik. 95 lik 447 447 42 99. 42 99 ha. Zapas ekonomlari ham bor. Aha. Tushmagan. Savdoyingiz bersin aka. Qaysi kanal? Avtobozor. Top toza dedingiz a? Top toza aka. Kraska toza, ballonlari yaxshi. Avtomat 4-paysi 28 ming probek. Generalni chiqaradi, Xo'jaobodning mashinasi. Gaz propan 48 tali. 4-pakelini propan. Ke savdoyingiz bersin. Charchamang. Qaysi kanal aka? Avtobozor. Navbatdan ko'rib chiqamiz. Cobalt. Madaniyatda stalnoy bor ekan, uni ham ko'raylik yo'limizda ekani. Bu mexanikaga o'xshayapti. Assalomu alaykum. Ko'rsak bo'ladimi, yil necha ekan buni? 12 aka edi. 12-yiligi Cobalt mexanika 355 ming yurgan ekan. Ikkinchi paysi ekan. ABS konditsioneri? Yo'q. Konditsioneri bor, ishlamaydi, ABS yo'q. Aka buni kraskasi qanaqa ekan? Bizga aka oldida ozgina bor, mana bokovoy tayda bor. Kirili kapotda. Nimada? Eshikda ozgina. Puli nechi pul buni? 5800 kam bor aka. 5800 kami bor. Bozor nima deyapti aka? Bozor jimjit. Telefon raqamingizni beraylikmi? Aka hozir aytib beraman. 93 lik. 93lik 075 075 65 98. 65 98 a. Savdoyingizni bersin aka. Biz keyingilarni ko'rib chiqamiz. Aka Instagramga ham qo'yib berasiz. Xo'p, navbatdagi mashina. Assalomu alaykum. Aka ko'rsak bo'ladimi, charchamas? Yil necha ekan buni? 24. Probeg qancha oldi? Qancha? 32 ming yurgan, tozami? Kapot uchun bir qarshi petno bor. 33 ming yurgan, 32 ming, 33 ming probegda. 24-yiligi Cobalt. Ko'ramiz qani, qanaqa nima. Aka buni gazi qanaqa? Gazi pakaliniya propan. Pakelini propan. 4-paysi o'zi. Propan qo'ygansiz, chikol poli qilgansiz, qolgan hamma yo'g'i. Narxi nechi pul aka buni? 10800 beramiz. 10800 kamini qilib berasiz. Bozor nechi pul beryapti? Bozor beryapti. Telefon raqamingizni bering. 97 lik. 97 lik 583 583 83 91. 83 91. 91. Generalni chiqaradi. Любой hujjat bo'ladi. Savdoyingizni bersin. Nomerlarini aytdik. Kimga qiziq bo'lsa bog'lan orasida 10800 dollar kami bor ekan. Qiziqqanlar aloqa chiqarasizlar, layklarni bosib olsa biz navbatdagi mashinalarni ko'rib chiqamiz. Qani yana qanaqa mashinalar, qanaqa Cobaltlar bor bozorda. Xo'p, mana Mokrisdan bor ekan. Egasi bormi buni? Aka sizlardanmi Cobalt? Ko'rsa bo'laman yillar qanaqa buni? Avtomat 4-paysi. Mokri 109 ming yurgan. 4-paysi. Akil nechi buni? 22. 22. Kraskasi toza 109 ming yurgan. Gazi metanmi, propanmi? Metal. Narxi nechi pul? 9,5 ming o'tib beramiz. 9,5 kami bor. Telefon raqamingizni bering. 94 lik 94 lik 511 511 1786. 1786. Bozor nechi pul beryapti? Endi so'rashyapti. Generalni beraveramiz xudo xohlasa. General imkoniyati bor. Bor. Savdoyingizni bersan aka. Nariga oqish kimdan ekan bu? Qo'yavering bir chetida. Bitta odamniki bular. Yili qanaqa aka buni? Oqini. Aytib qo'ylar, mana bastib qo'ydirib qo'y. Uni ber, o'tirishdan qo'yavering. Hol. O bunisi ham avtomat коробка, 4-paysi. Yili 19 ekan. Avtomat 4-paysi 19. Probeg qancha aka buni? 120 ming yurgan 19 4-paysi avtomat коробка, kraskasi. Bitta kriloda. Qolgan joy toza. Narxiga necha pul so'rayapsiz aka? Kelishtirib yaqinroq qilib aytsangiz. 9000 ozgina kami bor. 9000 kamini qilib berasiz, xudo xolasa.
Telefon raqam beraylikmi? 99 391 90 90 00. Telefon qilishim qiziqqanlar. Hı? Telefon qilisharsinmi? Ha, qiziqarlar. Savdoz bersa. Biz navbatdagilarni ko'rib chiqamiz, qani. Mada, yana bitta oq salafan keltirilgan bor ekan. Flakon balonlarda. Aka sizlardan emasmi Cobalt? Bizdan. Ko'rsak bo'ladimi? Qanaqa bo'ladi bu? Yili necha? Bo'ladimi? Yumshoq flakon balonlar taqilgan. Salonlarni ko'ramiz. Probegi 127 ming. Yil necha aka buni? 15-yiligi mashina. Mexanika ikkinchi paytsi. Mana. Lekin sostoyaniyasi ham chotki turibdi. 20 ni sostoyaniyasini berib orar ekan. Pul palon pul emasmish qilib aka nech pul? Buni 8000 dan o'tib beramiz. 7550 ga bermadik. Shu bugun 7550 ga berilmadi. Qo'shib chiqadi egasi. Qo'shib so'rasa iloji, generalniy ilojisi bor. Qo'shib so'rasa kelishib berilaveradi. Xo'p, telefon raqam beraylik. 91lik 91lik 499 499 2245. 2245. Kraskasi tozami aka buni? Toza toza. Top toza. 127 ming yurgan. Motorlar ochilmagan, to'rtta yangi balon qo'yilgan. Metani bor. Aka savdolarni bersin. Nomerlarni ayting, narxlarni ayting. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarsa, general imkoniyati bor. 127 ming yurgan. 2015 kraskasi toza, ikkinchi paytsa mexanika korobka. To'rtta balon yangi taqib qo'yishga. Biz navbatdagilarni ko'rib chiqamiz. Mana yana Cobalt to'g'riga egasi ko'rinmayapti, ko'rsatamiz. Sizlardanmi bu? 25-yilgisi bor ekan bu yoqda. Aka buni probeg qancha bo'ldi? 49 ming yurgan 25-yilgi Cobalt. Xo'p, polik solib qo'yishgan, propan qo'yishgan. Shumiz eshiklar shumka og'ir ochilyapti, shumkaga o'xshab. Aka buni kraskasi tozami? Kapotini uchida. Petni. Aha. Ham toza mashina, ozgina. Aha. Ichlari ham yaxshi. Qolgan joylar ham yo'q, top toza xudo xolasa. Toza. Narxi nech pul aka buni? Narxi 11 mingdan tushib beramiz. 11 ming kami bor. Tepasida kelishiladi. Qanchaga bermayapsiz uni? 10600 ga bermadi. 10600 ga berilmay turibdi hozircha. Oldiga yursa beriladi xudo xolasa. Oldiga yursa beramiz. Keyin chiqadi. General imkoniyati bor. Chiqadi. Telefon raqam beraylik. 91lik 91lik 488 488 0035. 0035. Aka savdolarni bersin. Charchamanglar. Mana Cobaltchi. Cobalt cho'mka qiladi. Buni puli nech pul? Nexia'ni. 8200. Avtomatmi? Ha. Yili- yili nechi? Avtomat 20. 2020 eksportniy variantdan ekan, avtomat korobka bo'ladi. Xo'p, tozami aka kraskalari? Kapot uchida ozgina petnosi bor. To'rtta balon yangi benzinda 8000 dan o'tib beramiz. Nech pul so'rab turibdi buni bozor? Buni qilib ketishyapti, narx berib ketishyapti. Mashina juda chiroyli holatda. Yili nechi dedingiz? 20. 20. 2 yevro avtomat. Probeg qancha bo'ldi? 110 ming. 110 ming yurgan avtomat. Qiziqqanlarga telefon raqamingizni qaytarib beraylik. 90lik 90lik 172 172 43 43 44. 44. Qiziqqanlar bizga bog'lana olasizlar. 2 yevro ekan. Salonlarni ko'rsatib qo'yamiz. Pultlari bor. Hop. Mana bular. Monitorlari bor, avtomat korobka, 4 ta oyna elektron. Hop, do'stlar. Narxlar, nomerlarni ayting, kimga qiziq bo'lsa bog'lana olasizlar. Biz navbatdagi mashinalarni ko'rib chiqamiz. Sizlardan aka bunisi? Ko'rsak bo'ladimi? Yili nechi? 2020-yil shu yerda petnosi bor, mana shu yerda. 223 ming yurgan. Motorlari kulish tegmagan. Ikkinchi pozitsiya, motor hali ochilmagan. Xo'p, yazi metal. Xo'p, kraska bitta o'sha yerda petni qo'ygan joyi toza. Petni qo'ygan joyi toza. 2020. Narxini nech pul so'rayapsiz aka? Narxini 8,5 ming so'rayapmiz, kami bor. 8,5 ming kamini qilib berasiz. Kamini qilib beramiz. Bozor nech pul beryapti aka? 79 berishyapti. 79 ga berilmayapti hozir. Telefon raqamingizni beraylik. 91lik 489 489 yo'q, 99. 99lik 91lik 499 55 98. bu raqamlarga telefon qilib bog'lansalar bo'laveradi. ABS kanser ham yo'q. Aka sizdanmi bu? Yil nechi? 24. 24-yilgisi 117 million balonlarga e'tibor berasizlar, yangi holatda. Hop, 117 million 24. Eshiklar shu mijalasa bo'lgan. 4 eshik.
24 117 ming yurgan hozir narxini bilamiz. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, egalarning nomerlarini olamiz. Telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi. Narxi 10.200 kam bor. Telefon raqami bering. 99 935 10. Qiziqqanlar bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Aka savdoyingiz bersin. Rahmat. Toza dedingiz-a? Ha, toza. Toza. Qaysi kanal? Avtobozor. Ha? Avtobozor. Avtobozor. Qiziqqanlarga yana bitta mana stanloy bor ekan. 4-pokoleniya propan gazi sizlardan aka bu? Yo'q. Ha. Ichkari. Assalomu alaykum. Ko'rsak bo'ladimi aka buni? Chachanasizmi? Aka buni yil necha? 14. 14 mexanika ikkinchi pozitsiya. 3 ekan ha? Roli tushib chiqadigandan. Kraskasi qanaqa? Mana orqa tarafda kirli kapot yuzida bor. Orqa kapotda. Kirli kapot orqa. Buni probegicha aka? 217 ming. 217 ming. Pakalini birazdan motorlar ochilmagan. Ha. Hamma yo'g'i cho'tki bekamga ishlaydi mana. Narxi necha pul? 6,5 ga beramiz. 6,5. Telefon raqam 258 aha. 47 77. Qiziqqanlar bo'lsa agar aloqaga chiqarasizlar. Aka savdolarni bersin. Biz navbatdagilarni ko'rib chiqamiz qani. Mana yana yuqorida Cobalt bor ekan, Ravon bor ekan mana 011da. Aka sizlardanmi bu? 21 Ravon. Mexanika. Yopiq bu, sotildimi? Egasi abid qilgani ketdi. Pulini eshitmadinglarmi? Pulum 88 deyapti. 88. Mana o'zicha aka, egasi bormi buni? 14 ming. Puli necha pul? 6 ming. 6000 kami bor. Telefon raqamini beraveramiz bunga. Nechini beramiz? 90lik, 90lik 621, 621 43 61. 61. Kraskasi qanaqa aka buni? 30% bor. 30% bor. Gari yo'q mashinani. Probeng qancha dedingiz? 470. 470 ming. Mana 3-pozitsiya ruli tushib chiqadigan 470 ming yurgan Cobalt. Kondisioner ishlaydi. Generalni chiqadimi? General imkoniyati bor ekan. Nomerlarini ayting, narxlarini ayting, kimga qiziq bo'lsa bog'lanib, ha, egalaridan batafsil ma'lumotini olsalaringiz bo'laveradi. Biz navbatdagilarni ko'rib chiqamiz. Mana Cobalt savdosi bo'lyapti buni. Aka, mashinaga savdo bo'lyaptimi? Ko'rsak bo'ladimi yo baraka oldimi? 381 ming yurgan ekan-a. Salonlar. Bu yevro ekan do'stlar. 1 yevro deydimi? Ikkita oldin elektron, orqa rajutnoy. Yili necha ekan aka buni? 18 pulichi? 7,5 ming kami bor. Telefon raqamini beraylik aka, har ehtimol avvalo savdolarni bersin. Telefon raqamini beraylik. 91 173 77 20. 91 kod bilan 173 77 20. 77 20. Savdolarni bersin aka. Generalni chiqadi. Avtobozor. Kraskasi qanaqa edi buni? Top toza 18. Nomerlarni ayting, narxlarni ayting, kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarsa, esa cho'p yo'lda savdosi bo'lyapti. Telefon qilib sotildimi yo bilib qo'ysanglar bo'laveradi. Biz navbatdagi Cobaltlarni ko'rib chiqamiz. Formula. Mana yana bitta. Bu sotilibdi 200 tor. 200 tor. 15-6 Cobalt bor o'tdi. Mana Darkman Blue bor ekan. Mokri bor ekan. Oq bor. Cobaltlarda har xil odam bor. Propan gazda. Aka, sizlardanmi bu? Tanishim Hazrat akaga o'xshaydi. Egasi yo'q ekan. Do'stlar, qon savdosi bo'lib turibdi. Mashinaga bo'lyaptimi savdo aka? Hali savdo bo'lmadi. Gazi propan pokoleniya ekan-a. Ko'rsak bo'ladimi? Sotilib ketishi mumkin. Bo'ldi. Qo'ymay qo'yamiz ekan buni. Xo'p, bozorda mashina kam o'zi do'stlar. Mana cho'kka bor ekan, egasi yo'q ekan. Mana
Oq turibdi. Oq egasi bormi yo'q bilmadim. Bor ekan 146 nomerda Cobalt. Assalomu alaykum. Aka ko'rsak bo'ladimi? Yili necha buni? 21-yilgi mexanika Cobalt. Qancha probeg? 103 mingmi? 103 ming. Gazi 4-pokoleniya ekan. Kraskasi qanaqa buni? Top toza. 20 kraska toza. 21. Ha 21 kraska toza 103 ming yurgan. Gazi Gazi propanda. Pokoleniya balonlari yangi. Puli nech pul buni? 9200 deb ozgina kam bor. 9200 kami bor. Telefon raqamingizni beraylikmi? 91 616 91 616 54 54 37. 37. Bemalol telefon qilib egalari bilan gaplashsangiz bo'ladi. Biz navbatdagi mashinalarni ko'rib chiqamiz. Kraska toza generalni chiqadi. Generalni chiqar ekan. Do'stlar, shunaqa gaplar. Shuning bilan mana shu qismdagi videomizni yakunlamoqchimiz. Like patga bosib qo'llab-quvvatlab turganlardan Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh biz keyingi mashinalarda, xudo xolasa keyingi qismlarga ko'rsatishga harakat qilamiz.